uyat bo'ladi. Bu vatanni bolamdan kam sevsam uyat bo'ladi. Qancha dunyo kezdim ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi ko'p hali. Jadidlarning yoqqancha rohi o'chgani yo'q hali. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holdan bo'stonlarim bor mening. Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening. Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening. Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening. Kitob berilyapti maktablar uchun. Buning ichidan biz ustoz sifatida ham, ota-ona sifatida ham o'quvchilarimizdan juda ham minnatdormiz. Aforizmlarda aytilishicha, kitob muqobilan odamdir deyilganda, biz kitobni o'qib hayotga yo'l olamiz. Kitobni o'qib o'sha sarkardalardek bo'lgimiz keladi. Kitobni o'qib akademiklardek bo'lgimiz keladi. Professorlardek bo'lgimiz keladi. Yoki yosh navqiron bo'lsak, sevgi va hayot yo'llarini kitobdan o'rgangan bo'lamiz. O'zbekiston har bir qarich yeringni qani men ham sevib olsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Cho'lpon ekkan holdan bo'stonlarim bor mening. Mana bugun bizning Bandixon tuman ixtisoslashtirilgan maktabiga 2005-yilda bitirib o'z yo'lini topgan akalarimiz, opalarimiz 20 yilligini nishonlash uchun maktabimizga tashrif buyurishdi. Bu jarayonda bitiruvchilarimiz bizga maktab fondimizga 500 dan ortiq kitoblarni tuhfa qilishdi. Haqiqatan tan olishimiz kerak, maktab fondimizda 1000 dan ortiq kitoblar bor edi, lekin bu biz yoshlarga, o'quvchilarga bo'lgan kitobxonlarga bu kamlik qilar edi. 500 dan ortiq kelib kirgan kitoblar maktab kutubxonasi fondiga kiritildi va bundan o'sha muhtaram prezidentimiz kuni kecha o'tkazilgan video selektorida ta'lim jarayonini rivojlantirish bo'yicha dolzarb 90 kunlik rejimga o'tkazishni ta'kidlab o'tdilar. Mana bu shu yo'nalishda bu ta'lim tizimimizda o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun bu albatta o'quvchi yoshlariga, bizlarga, o'qituvchilarga xizmat qilishiga keng yo'l ochib berdi desam mubolag'a bo'lmaydi.